Assalomu alaykum. Bugungi videomizda TOEFL IBT Home Edition test haqida gaplashib chiqamiz. Bilganingizdek, TOEFL IBT Home Edition test bu notebook orqali topshiriladi va notebookni topshirayotganingizda nimani aynan qayerdan boshlashingiz kerakligini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda ekranda ko'rishingiz mumkin. Har bitta seksiyadan oldin the on-screen toolbar in each section allows you to navigate through the test with ease. Demak, ekraningizda chiqadigan asboblar paneli sizga har bitta testdan oldin, demak, har bitta testning seksiyasida yordam beradi, chunki siz bajarayotgan mashqingizni bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. So following are examples of testing tools from reading and listening sections of the test. The section is always listed in the upper left hand corner of the toolbar. Demak, bu yerda bizga masalan ko'rsatyapti qanaqasi ko'rinishini. Bunisi demak readingda qanaqasi ko'rinishi bizga berilgan masalan qilinib va bunisi listeningda. Har bitta sectionning nomi sizga tepa chap tomonda berilib turadi. Masalan, testni topshirayotganingizda xuddi shunaqa holatda tepa tomonda turadi. Chap tomonda va o'ng tarafida ishlatadigan asboblar. Readingda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda reading deb yozilgan. Demak, reading qismini topshirayotganingiz bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yozib turadi, aytib turadi. Bu yerda nechinchi savollarligingizni ko'rsatib turiladi. Volume. Demak, readingda sizga bu narsa kerak emas, lekin butun test bo'yicha notebookingizning yoki kompyuteringizning ovozini xuddi shu yerdan almashtirishingiz mumkin. Help. Agar qanaqadir savol aytib bo'ladigan bo'lsa yoki tekshiruvchini yordami kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, qanaqa yordam? Notebookingiz ishlamayapti, mishingiz ishlamayapti, javob tanlanmayapti, shunaqa kabi savollarni ulardan so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizni proctoringizdan. Lekin ulardan albatta readingni javobi qaysi deb so'ralmaysiz. Review. Demak, ko'rib chiqish qaysi savollarni bajarib bo'lganingizni va qaysi savollarni bajarib bo'lmaganingizni shu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bosasiz va savollar ko'rinadi. Esingizda qolishi kerak. Hozirgacha masalan oladigan bo'lsak, ikkita savol ko'rgan bo'lsangiz, reviewni bosganingizda faqat mana shu birinchi ikkita savolingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Reviewni bosib oxirgi savolga bora olmaysiz. Next qilib oxirgi savolga borishingiz mumkin va undan keyin reviewda hammasini ko'ra olasiz. Lekin nextni bosib u savolga bormaguningizcha reviewda ham sizga ko'rishga ruxsat berishmaydi. Back bu demak, agar bu yerda ikkinchi savol turibdi. Demak, birinchi savolga bormoqchi bo'lsangiz, backni bosasiz va birinchi savolga qaytib borishingiz mumkin bo'ladi. Next, demak, ikkinchi savolni bajarib bo'lgandan keyin next qilib keyingi savolga o'tasiz. You can view the entire passage when answering questions. For some questions, you need to select the view passage to see the entire passage. Demak, test bo'yicha, reading section bo'yicha siz matnni ko'rib turasiz, ekraningizda sizga ko'rsatib turiladi va ba'zi savollar uchun you need to select view passage. Demak, ba'zi savollar uchun siz view passage degan knopkasini, demak, matnni ko'rish degan knopkasini bosasiz va shu holatda yana qaytadan sizga butun matn beriladi. Bu qanaqa holatda kerak bo'ladi sizga? Oxirgi savolda. Readingni oxirgi savolda, chunki oxirgi savolda sizga 6 ta variant beriladi va ma'nosi bo'yicha to'g'ri keladigan 3 tasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu savol bu yerda masala qilib berilgan. Bu yerda yozilyapti direction and introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the 3 answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not present in the passage or are minor ideas in the passage. This question is worth 2 points. Demak, har bitta matnni oxirgi savoli bu xulosa gaplarni tanlab olish va bu yerda aytilyapti, ahamiyat bering, ba'zi javoblar noto'g'ri informatsiya beriladi yoki muhim emas bo'lgan informatsiya beriladi va siz matnga eng to'g'ri keladigan u matnni to'g'ri, hech qanaqa keraksiz ma'lumot va noto'g'ri ma'lumotsiz xulosa qilib beradigan javoblarni tanlashingiz kerak. Va mana shu yerda ko'rishingiz mumkin, view question turibdi. Demak, savolni ko'rishingiz mumkin. View passage-ni bosadigan bo'lsangiz, matnga qaytib borasiz va matnlarni ko'rish ilojangiz bo'ladi. Demak, you can view all answers by selecting your views. This allows you to return to any question and change your answer. You can also see which questions you have skipped and still need to answer. Demak, reviewda boya aytib chiqqanimizdek ko'rishingiz mumkin. Bosganingizda qaysi savollarga javob berganingizda va qaysilarni qoldirib ketganingizni ko'rishingiz mumkin va review joyida savollarga qaytib borib, yana o'qib chiqishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, siz 20-savolni bajaryapsiz va 5-savolni qoldirib ketganidingiz, keyinroq qilaman deb va 20-savolni qilib bo'lganingizdan keyin, demak, 20-savolga javob topib bo'lganingizdan keyin reviewni bosib, tezgina 5-savolga qaytib borishingiz mumkin. In the reading section, you can also select back at any time to return to the previous question. Aytib o'tganimizdek, back demak orqaga xohlagan paytingiz, xohishingiz bo'yicha ortga qaytib borishingiz mumkin.
undan oldingi savolni ko'rish uchun. Va this is what the toolbar looks like in the reading and the listening section. Demak, bu listening seksiyadagi asboblar paneli. Mana bu chetda ko'rishingiz mumkin. Listening, demak, listening seksiyani topshirganingiz yozib turadi bu yerda. Question 11 of 17, demak bu yerda neshinchi savolni bajarayotganingiz ko'rishingiz mumkin va listening seksiyasida bu yerda volume, help, next, time, hide the time. You will always know which question you are on and how much time remains for answering questions in the section. It is possible to hide the clock by selecting hide time. Butun listening section bo'yicha, demak bo'lim bo'yicha siz nechinchi savoldaligingizda ko'rishingiz mumkin va qolgan savollarga nechta vaqt qolganligini ham ko'rib olishingiz mumkin. Agar vaqtga qarash sizga yoqmasa, hide time, demak vaqtni bekitib qo'yish deganini bosishingiz mumkin va vaqtni ko'rmaysiz. Volume allows you to adjust the volume as you listen. Demak, volume eshitgan paytingiz siz ovozini balandroq yoki pastroq qilib olishingiz mumkin, xohishingiz bo'yicha butun test jarayonida. Help allows you to get relevant help when you use the help feature. The clock does not stop. Demak, helpni boya aytib o'tganimizdek, sizga yordam kerak bo'lgan paytda bosishingiz mumkin, lekin esida qolishi kerakki, helpni bosganingizda vaqt to'xtamaydi. Demak, helpni juda faqat zarur paytida ishlatishingiz mumkin. Qolgan paytlari vaqtingiz hali ham ketayotgan bo'ladi. Next allows you to proceed to the next question. In the listening section, you cannot see a question again once you select next. Demak, nextni bosganingizda keyingi savolga o'tasiz va listening bo'limida siz nextni bosganingizdan keyin u savolga yana qaytib kela olmaysiz. Demak, reading kabi back bo'lmaydi. Faqat next va oldinga ketaverasiz. Demak, bu videoda reading va listening sectionlarining toolbar, demak, o'qishingiz va eshitishingiz bo'limida sizga kerakli bo'lgan narsalarni qanday ishlatishni ko'rib chiqdik. Keyingi videoni o'tadigan bo'lsangiz, reading seksiyasi bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, shuni hammasiga javob berilgan. Qanaqasi topshiriladi, qanday savollar bo'ladi, savollar turi, nechta matn bo'ladi, shularni hammasini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin.